Otang bormi dedi. Otam Alloh dedi shahid bo'lgan dedi. Onangchi dedi. Onam bor dedi. Onangni rozi qilgin dedi. Onam o'sha itni bergan ayol dedi. Va meni dedi. Meni, Abu Qudoma uydan chiqarayotib aytdiki, o'g'lim, otalaringiz oldiga shoshiling. Alloh yo'lida shahid bo'lgan otalaringizga Alloh sizni hamroh qilishligini so'rang va dushmanga ro'baro bo'lganingizda orqaga chekinmaslikka qasd qiling va shahid bo'lsangiz, qiyomatda shafaatingizni menga bo'lishini Allohdan so'rang dedi. Ey amaki dedi bu yigit, meni yoshimni kichkinalik qarab turib meni qaytarmay orqaga. Men otni zo'r minaman, kamonni zo'r otaman, qilichni zo'r o'ynataman, qoriyman, Rasulullohning sunnatini to'liq bilaman. Meni shahodatdan, shahidlikdan man qilmang dedi. Otam va og'a-inilarim oldiga borishingdan meni to'smang dedi. Eshitdim, shahid o'zini oilasidan 70 kishini jannatga yetalab ketishlikka qodir bo'ling. Mana shu marhamatdan meni mahrum qilmang dedi. Sayyidi va Mavlay. Onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni chechagi bo'lgan farzandimni seni yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qilgin dedi. Abu Qudoma bu yetti so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. Onasini quvvatiga, toqatiga va yigitning yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh qilib olgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, ot minsak, ichimizda eng zo'r ot minadigan o'sha chiqdi deydi. Kamon olsak eng kuchli ot olgan shu chiqdi deydi. Shu yigit 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdi-da, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganligidan o'tirib yotib uxlab qoldi deydi. Qarab tursam, hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xohlaganda uyg'onib ketdi.